Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana 15 kilovatlik avtomatik kotelimizni ko'rinishi. Bu kotelimiz lopatkali varianti. Original lopatki. Komplektsiya turbinasi, yangi reduktorli motor reduktori bo'ladi. Stabilizatori, maxsus miyasi. Kotelimiz avtorevers. Motorlar avtoreverslik. Havoda tiqilib qolsa, orqa oldi qilib yana ishini davom ettiraveradi. Kotelimiz 15 kilovatlik. Kun kuniga 130 kilovat chiqadi. Undan 4 kungacha bemalol yetkazib beraveradi. Kotelimizning narxi $950 boshlanadi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ekranga yaqinlarga murojaat qilasizlar. Kotelimiz ochiq yopiq sistemaga bemalol to'g'ri.